bilen birge köngül kuyumuzni ko'tarib hal ahvolimizni so'rab olaylik, ya? Qani olay bo'lsa ketdik. Ne sürükler var ekan? Özek, örük, ögüz. Bularda qaysi harflar qatnashibdi? Ö harfi qatnashibdi. O'ta yaxshi. Al sende Hasan, qaysi harfdir? Bu harfi. Juvonbash kichkimi? Jingishga davusdi. Durust. Qani u harfining qanday so'zlar bor ekan? Aytchi. Uylek, uka, uy. Uy, o'ta yaxshi. Mana bu bizga qozoq tilining tan Bu davusdi. Jingishga. yaxshi. Harfining qanday so'zlar bilasiz? Aynek, ateşik, ateş. Ateş, o'ta yaxshi, o'tira qol. Al endi hozir biz o'tgan saboqda bo'lsa o'tib yurgan harfimizni yozib qo'yamiz. Endi yozamiz.